Kecha video qilgandim. Pantera. Ora pantera deb tuqqanida mana bollari. Yosh qo'yon boquvchi bo'lganimiz uchun o'zimiz yoshmiz katta. Endi qo'yon boqish sohasida yoshmiz. Qo'yon yeyman. Bir ikki pant yedik. Qishda tugganda mana shu nimalarini YouTube'larda ko'rmagan ekanmiz. Aybimda izlab axtarib topdim. Hamda ana pullar o'sha qishda sovuq bo'lgan, muzlab o'lib qolgan. Ikki parcha quyon bollaridan ayrildik. O'shaning uchun endi har 3 kunda mana shu tagi ho'l bo'lsa almashtirib qo'yayotgan bo'ldik. Ya'ni pampers, yangi pampers qo'yamiz endi. Mana shuni tozalab namini olib tashlaymiz. Quruq xashakdan solamiz. Shuni qirib tashlaymiz. Namlarni urganimizda bekorga aytmaydi ekan deydi. Xashakdan boshlaymiz. Chunki ko'p materiallar bor.